uyimni ichiga ishlashim uchun ofis qurmoqchiman degan akalarimiz uchun mana shu video juda ham asqotadi. Sababi biz farg'onalik mijozimizga mahsulotlardan qilib berdik. Usta akamiz mana shu uyni ichiga ofisni shunaqangi chiroyli qilib qilishibdi. Bu videoda bugun men sizlarga shuni obzor qilaman. Birinchi ko'zga tashlangan mana shu 3D PVC paneldan boshlaymiz. Buni nafaqat mehmonxonalarga va boshqa ofislarga ham qo'ysa bo'ladi. Uyni ichiga ofis qilish ham juda ham chiroyli chiqqan, ko'rishingiz mumkin. Bu PVC panellarimiz razmeri 1.22 ga 280 bo'ladi. Buni har xil variantlari bor. Anorli deysizmi, manzarali deysizmi, mana shunaqa juda ham jiddiy fakturalari ham bor. Endi undan tashqari bu ofisimizning devoriga qanaqa emulsiya ishlatganimizni hozir men sizlarga aytaman. Bu ofisimizga Tikurillaning Euro Power 7 turini berganmiz. Bu rangni ko'rishingiz mumkin. Boshqa xonalarga unchalik o'tirmasligi mumkin, lekin ofislarga juda ham chiroyli chiqadi bu rang. Juda ham xotirjamlik desa bo'ladi, fikrda bir joyga jamlaydigan rang ham desa bo'ladi. Bu Tikurilla Euro Power 7 asosan universal bo'yoq hisoblanadi. Koridorga deysizmi, mehmonxonaga, yotoqxonaga buni har xil vositalar bilan yuvsangiz bo'ladi. Ya'ni gel, parashok, shunga o'xshash vositalar bilan yuvsangiz bo'ladi. Bu Tikurilla emulsiyalari Finlandiyaning yuqori sifatli premium emulsiyalariga kiradi. Bu emulsiyalarni siz faqatgina Domstroy do'konlaridan xarid qilib olishingiz mumkin. Siz ham uyingizni ichida mana shunaqa ofis yaratmoqchi bo'lsangiz, qanaqa rangdan foydalanishni, qanaqa 3D PVC panel olishni bilib oldingiz degan umiddamiz. Bu mahsulotlarni Domstroyning Farg'ona filialidan xarid qilib olishgan. Siz bo'lsa buni nafaqat Farg'ona, balki Qo'qon, Yaypan va Yangiqo'rg'on filiallarimizdan ham xarid qilsangiz bo'ladi. Hamma hamyurtlarimizni filiallarimizda kutib qolamiz.